Men tushunmadim. Men bu yerda nima qilyapman? Do'konmi, salonmi? Shunaqa joylardan reklama olsam bo'lmaydimi bu odam? Men tushunmadim. Bular nima? Assalomu alaykum Shofirkonda. Bugun Instagram kanalining qadrli kuzatuvchilari, Shofirkon tumanida shunday katta assortimentga ega bo'lgan qurilish mollari do'koni borligini bilarmidingiz? Bilmasangiz bilib olasiz. Shofirkon tuman Zarchabek qurilish mollari do'konida xonadoningiz uchun santexnika va qurilish mollarining barchasi mavjud. Ushbu do'konda isitish radiatorlari, plastiklar, xohlagan o'lchamdagi kanalizatsiya quvurlari, xonadoningiz shifti uchun gipsokartonlar, pol uchun polovoy taxtalar, rekalar, bularning barchasi Zarchabek qurilish mollari do'konida mavjud. Sifatli va hamyonbop bo'lgan, O'zbekiston va Yevropada ishlab chiqarilgan santexnika va qurilish mollarini faqat Zarchabek qurilish mollari do'konidan topishingiz mumkin. Bizda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Manzil Zarchabek mahalladan kirishda yo'lning eng qismida joylashgan. Shofirkonda bugun sizlarga yaxshilanib ulashishdan charchamaydi.